Hop, Ro'shanbek bo'lmasa boshlaylik va birinchi muxbirimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oqshom xayr bo'lsin. Rahmat, tanishamiz. Ismi sharifingiz? Diyorbek, kayfiyatlar yaxshimi? O'yinga tayyormisiz? Tayyorman. Qaysi yo'nalishda o'ynaymiz siz bilan? Ismlarni o'ynaysiz. Ismlar bugun o'yin shartlarini Diyorbek, senga bugun o'yin taklif etamiz. Super o'yin. Ayyo'mi? Yo'q, yo'q bas. Ayti. Har sohadan bittadan savol o'qib eshitiraman, 5 ta savol jami. Bu qaysi yo'nalishda? yangi Hamma yo'nalish. sohadan, sportdan bo'ladi, aralash quralash bo'ladi, so'q tumani haqida bo'ladi. Agar shu 5 ta savolga to'g'ri javob topsang, bizni super final uchun qo'yilgan sovg'amizni g'olibiga aylanasan. Ismlarda-chi? Ismlarda oddiy shunchaki, ya'ni oldingidaqa. Bo'lmasa aralash. Aralash quralash o'ynaymizmi? Bo'ldi, mayli. Finalga boramiz. yoki final uchunmi? Keling, hozir Ro'shanbek davom etaylik. Final uchun hali qalamyorlar bo'ladi. O'zi bor yo'q bittagina sovg'amiz bor. 50 ming so'mlik sovg'amiz bor bittagina. Ikkita emasmidi? Ha? Ikkita emasmidi? Ikkinchisini aytib qo'ydingizmi? Voy, siz tayyormisiz? Tayyorman. Demak, aralash quralash yo'nalishida davom etamiz. Sizga tez savol beraman, javob bering. So'xdagi eng baland tog'. Lazar to'ppa-to'g'ri. So'xda joylashgan Qizil tog'. Qizil tog' men bilgan. Shofirkon tumani qayerda joylashgan? Qayerda? Shofirkon tumani qayerda joylashgan? Yo'qda. Ishtirokingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat. Xullas, Ro'shanbek qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Navbat albatta qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va keyingi hozirgi qo'ng'iroq emasmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shams Qamar, aloqa sifati yaxshi emas, iltimos, yaxshiroq joyga chiqing. Alo. Afsus, siz bilan xayrlashamiz. Aloqa sifati yaxshi emas. Shams Qamar yana bizni tinglab tomosha qilayotgan muxlis va muxlisalarimiz va keyingi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Diyorbek. Diyorbek, sen yana o'yinga tushding hozir, to'g'rimi? To'g'riman. Ismlarni Aka bo'lmasa ismlarni o'ynaymiz sen bilan. Ismlarni o'ynaymiz, ismlarga tez javob berishing kerak. Qaysi harfga o'ynaymiz sen bilan? B'ga o'ynaylik. B harfiga o'ynaylik? Yo'q. Harfni men tanlayman, sen o'ynashing kerak. Tayyormisan? Tayyor. Demak, bo'ladigan bo'lsak, K harfiga o'ynaymiz. Ketdik. Tez javob berish kerak. Kamol. Kamola. Kamol bo'lsa, Kamolni aytaymi? Komil. Ha. Komil. Komila. Ha? Komila. Ahvol davom etamiz. Bitta qalb qilsa ism bo'ladi. Marhamat. Komron. Komronni aytaylik faqat. Karim. Juda ham to'g'ri. Karima. Komil. Komilni aytganman. Komil aytdi, Komillarni devordingmi? Komil desa. Kegana. Ha, Bir, ikki, uch. Afsus, sen bilan xayrlashamiz ukajon, yana bir qo'ng'iroq qilishga harakat qilgan. Rahmat. Xullas, shunday qo'ng'iroqlarimiz ham bor. Mana ukaginam bugun o'yinimizda g'olib bo'lish niyatida bizga qo'ng'iroq qilyapti. Lekin mana keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin, tanishamiz. Alo. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz, tanishamiz. Mursal Mahadazdan Shahzod. Shahzodbek, a? Kayfiyatlar yaxshimi do'stim? Yaxshi, a'lo darajada. O'yinga tayyormisiz? Tayyorman. Qaysi yo'nalishni tanlaymiz? Ismlar Sh harfiga. Ismlar Sh harfiga yo'q, harflarni men tanlayman akajon. Harflarni men tanlayman. Keling, siz bilan K harfiga o'ynaymiz. Qaysi harfga? K harfiga, K, Komil. Karim. Kaniza. Komila. Komron. Tez javob beramiz. Tez. Bir. Karim aytildi. Karim aytildi. Yana bir imkoniyat beraman. 1, 2, 3. Siz bilan xayrlashamiz. Jajji ukajonimiz bugun rosa maza qilib kuladigan bo'ladi-da o'zi ham. Rahmat qo'ng'iroqchim, sog' salomat bo'ling.
Xo'p, mana shunday qo'ng'iroq egalarimiz ham bor. Ularda albatta harakat qilamiz qo'ng'iroqlarni qabul qilishga. Hurmatli vatandoshlar, yana bir bor oqshom barchaga xayrli bo'lsin. Mana jonli efirlarimizda hozir YouTube'da ham ko'rishimiz kerak ekan. YouTube'da ham Sizga Tolibga ko'plab savollar tushyapti. Yoshlar shu qachon davom etadimi yoki tugaydimi degan savollar bo'lyapti. keyin qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oqshom xayrli bo'lsin. Tanishamiz. Zangiat qishlog'idan aloqa sifati yaxshi emas. Ismingizni aytib o'ring. Qaytarib o'ring iltimos. Saidaxon. Saidaxon, o'yinga tayyormisiz?